Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Mana bugun biz milliy sertifikatli ta'lim imtihoniga eng ko'p tushadigan savollarni video qilib tayyorladik. Uni albatta qism-qism qilib chiqaramiz. Demak, birinchi qismda quyidagi reaksiyalardan iborat. Ya'ni kaliy permanganatning temperatura ishlarida parchalanishi. Demak, kaliy permanganat temperaturasi parchalanganda kaliy manganat bilan marganat surtasi kislorod hosil qiladi. Ikkinchi reaksiyamiz bertol tuzining katalizatsiya parchalanishi. Bunda kaliy xlordan kislorod hosil bo'ladi. Katalizatorsiz esa kaliy perxlorat va kaliy xlor hosil bo'ladi. Undan tashqari ammiakni katalizator ishtirokida oksidansiya azot 2 oksidi va suv hosil bo'ladi. Katalizatorsiz esa azot bilan suv hosil bo'ladi. Kelinglar ammiakni katalizatorli va katalizatorsiz kislorod oksidanishiga to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, e'tibor beramiz pastdagi reaksiyaga. Demak, katalizatorsiz bo'lganligi sababli kislorod odatda sharoitda vodorod bilan reaksiyaga kirishib suvni hosil qilyapti reaksiyada, lekin katalizatorsiz bo'lganligi uchun azot bilan kislorod reaksiyaga kirishmaydi. Shuning uchun azotning o'zi ajralib chiqadi. Bunga sabab azot kimyoviy jihatdan inert modda bo'lganligi uchun odatda sharoitda kislorod bilan reaksiyaga kirishmaydi ekan. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Tepadagi katalizator qo'shilgan. Demak, bizda katalizator borligi sababli ham kislorod azot bilan reaksiyaga kirishib azot 2 oksid hosil qiladi. Kislorod bilan vodorod bilan reaksiyaga kirishib suvni hosil qiladi. Keyingi reaksiyaga to'xtalamiz. Demak, keyingi reaksiya ammoniy dixromatning parchalanishi ekan. Demak, ammoniy dixromat parchalanganda albatta azot, xrom 3 oksidi va suv hosil qiladi. Bu reaksiya sun'iy vulqon reaksiyasi ham deyiladi. Demak, keyingi reaksiyaga to'xtaladigan bo'lsak, 7-reaksiyamiz ammoniy nitrat parchalanishi. Bu ham juda ham ko'p milliy sertifikatli temlarda uchragani uchun buni ham yozdik. Demak, ammoniy nitrat parchalanganda azot peroksidi va suv hosil bo'ladi. Ammoniy nitrit parchalanganda esa azot bilan suv hosil bo'ladi. Va nihoyat 9-reaksiya. 9-reaksiyada bu barcha ekvivalentli metall karbonatlari uchun tegishli. Demak, barcha ekvivalentli metall karbonatlar parchalanganda temperatura ishtirokida shu metallning oksidi va karbonat anglidan ajralib chiqadi. Bunga quyidagi misol bo'la oladi. Demak, kalsiy karbonat parchalanganda kalsiy oksidi va karbonat anglidan ajralib chiqadi. Va keyingi reaksiyamiz natriy gidrokarbonatning parchalanishi. Demak, natriy gidrokarbonat temperatura ishtirokida parchalanganda natriy karbonat, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi.